Ana bir yerda ajoyib semental o'gitchamiz tushdi. Xudo xolasa ko'rishingiz mumkin. Dim ajoyib narsa ekan bu. Qancha so'm aytibsiz? 80. 80 million so'm. Sizlarga orqa oyoqlarini ham o'tib ko'rsataman, iloji boricha. Jonivor zo'r bog'ilgan ekan lekin. Shunday videoga bering shuni. Mana orqa oyoqlarini ko'rishingiz mumkin. Jonivor zo'r bog'ildi. Ko'rishingiz mumkin. Mal yaqqan bo'lsa boqqanga rahmat deb qo'yasizlar buni. 80 million so'm narx aytib turibdi. Az savdosi bo'lib turibdi o'xshaydi bu yerda. Qasa? Balasinday bo'lib qoldi bu anaki. Zo'r bog'ilgan ekan. Bitta qo'ying Instagramga. Ha? Ana. Xorazm Shovot bozorga. Ana. Ana bu molni ishqibozlari deb aytiladi bu odamlarda. Molni ishqibozi. Mol bo'xshamagan asli shunaqa. Ha, aytganingiz kelsin. Qachon chiqadi endi bu? Xudo xolasa bugun chiqadi aka. Xorazmcha. Salom. Ana, salom yo'llayapti. Kelinglar Shovot bozorga, juda ham katta bozor ekan. Ha, shuna. Bozor ekan. Ana, savdosini bersin. Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar, Charog'oz kuzatuvchilari. 2026-yil 21-yanvar Shovot bir mol bozoriga kelganmiz. Sizlarga bog'laton yosh o'jaklar, so'ylaton o'gitchalarning narx-navolarini qo'ldan kelgancha ko'rsatib yoritib berishga harakat qilamiz. Kanalga yangi bo'lsanizlar, podpiska bo'lish esdan chiqmasin. Like bosib, qo'llab-quvvatlab turamiz do'stlar. Sizlar podpiskada bo'lib tursanizlar, xudo xolasa sizlar uchun yangilik qilishdan to'xtamaymiz. Esa shu bilan videoni boshlaymiz. Kuzatishda davom etamiz. Xudo xolasa sizlarga qo'ldan kelgancha narx-navolarni yoritib berishga harakat qilamiz. Mesni molimiz tutdi menga. Ajoyib zo'r bog'ilgan. Ko'rishingiz mumkin. Kimdan ekan bu mol aka, sizdanmi? Necha so'm aytib tursiz? 30 million so'm baho aytib turibdi ekan. Bozor so'radimi? Necha so'rab turibdi? Ha? 27 so'rab turibdi. 27 ga. Teraziganing? Teraziga yo'q. Baqlaton narsa teraziga. Ha. Bog'laton narsa ekan, teraziga yo'q deydi, oyog'inda kelishamiz deydi ana. Zo'r ajoyib narsa ekan lekin. Ikki buzg'andi bu yil ham? Yo'q, tish buzmagan. Ha, tish buzmagan o'jak ekan. Shu yerda sotamizmi yo telefon nomer qoldiramizmi aka? Sotamiz Ha, xudo xolasa bozoringizda bersin. Mollarimiz ko'p tushgan. Xudo xolasa bozorlarimiz yaxshi. Bu qora kimdan ekan akalar? Hozir egasi bo'lsa shu molning ham ma'lumotlarini olib beraman, cho'sin baho aytgan. Aka bu qora sizlardan emasmi? Buni egasi yo'q ekan. Shuning yonida turgan qora bormi aka? Aka necha so'm aytib tursiz? Yo'q, sizni tushirmadim lekin. Yaxshi. Savdongizni bersin. Tushirma desa tushirmaymiz akalar. Aka necha so'm bo'ldi bu? 25 million so'm bo'lib chiqadi aka. 25 million so'm. Zo'r, savdosini bersin. Olgan odam, sotgan odam Xudoyim barakatini bersin. Bu yerda bir savdo bo'lib turibdi hozir. Qoraning savdosi. Assalomu alaykum, sizdan necha so'm aytib tursiz? 40 million so'm aytilib turibdi. Savdosi bo'lib turibdi o'xshaydi. Savdosi bo'lib turibmi? 35,5 million so'mga so'ralib turibdi aka.
Zor acayip öz ekan. Görürseniz mümkün. Ana şu bakkan bala ekan buni ana. Bakkan balaga rahmet deb qo'yasizlar. Like. Hammaga nasib etsin shunday mollar bag'ish. Yaxshi ağa savdanızı bersin. Yine bir mesleği malımız var ekan men aka. Ağa necha so'm aytib tursiz? Sizlardan emasman. Hozircha buning egasi yo'q ekan. Egasi bolalardan Xudo xolasa ma'lumot topib beramiz hozir. Buning egasi yo'q ekan, lekin yaxshi bag'ilibdi. Ağa assalomu alaykum, necha so'm aytib tursiz? 30 milyon so'm aytib turibdi. Bozor so'radimi? 24,5 milyon so'm var. Zo'r ajoyib o'z ekan, mana ko'rishingiz mumkin. Baksadan bo'ladi, so'ysadan bo'ladi buni aka. Qiziqqanlarga nomer qoldiramizmi? Ya shu yerdan sotilaman. Savdangizni bersin Xudoy. Sotqaysiz. Ana bu yerda zo'r ajoyib bag'ilgan o'gitcha bor ekan mana aka. Orqalarini ko'rishingiz mumkin, mana ustlaridan ko'rinishlari. Zo'r bag'ilibdi mana aka. Zo'r. Bakmanga rahmet bana. Az narxlarını sorayımız. Ağanca so'm aytib turibsiz? 50 milyon. 50 milyon so'm. Assalomu alaykum ata, yaxshimisiz? Bozor so'radimi? 39,5 milyon so'mga. Teraziganing? Teraziga 66'ga. Teraziga 66'ga so'rabdi buni mana aka. Zo'r. Narxlar qanday do'stlar? O'zgarganmi, arzonmi, qimmatmi? Kommentariyada fikrlaringizni qoldiringlar. Ana şu qoraning yanında yine tam bir qizil bor ekan mana aka. Bu da zo'r ajoyib bag'ilgan ekan. Ko'rishlaringiz mumkin mana. Zo'r. Hozir arqa oyoqlaridan ham ko'rsatib beraman sizlarga. Mana. Hoppa, ajjanovar. Ağancha so'm aytib turibsiz? 32 milyon so'm aytib turibdi ekan. Bozor so'radimi? Bozor so'rab turibdi deydi. Har kim har xil deydi. Teraziga da sotasizmi buni? Kelsa sotamiz deydi teraziga da mana. Ana bu yerda bir mesni o'gitchamiz bor ekan. Zo'r. Bag'laton narsa ekan, to'g'rimi? Bag'laton narsa ekan mana aka. Ko'rishingiz mumkin. Arqa yoqdan ko'rinishlari. Yaxshi, yomon emas ekan mana. Oyoqlarni e'tibor etasizlar. Ağancha so'm aytib tursiz? 27. 27 milyon so'm. Bozor so'radimi? Necha chiqdi? 23. 23 milyon so'mga so'ralibdi do'stlar yana. Zo'r. Yaxshi ağa savdangizni bersin. Ana bu yerda bir molimiz tutdi. Sharalimi, avlikolmi? Avlikolmi aka? Shved ekan, shved. Shved. Zatlardan g'abirishib ketadigan bo'ldik do'stlar bu. Yomon ekan bu. Qo'chqor. Ko'rishingiz mumkin. Janovar. Necha so'm aytib tursiz ağa? 55 milyon so'm aytib turibdi ekan bu. Hozir elde yaqlarından ko'rsataman sizlarga. Size men deydi bu. Ketish kerak bunun yanından tezroq. Assalomu alaykum, necha so'm aytib tursiz? 35 milyon so'm aytib turibdi ekan mana bu molimiz. Bozor so'radimi? Necha so'rayapti? 31 milyon so'mga so'ralib turibdi ekan mana. Arqa oyoqlarini ham ko'rsataman sizlarga bir.
Arka ayağını uyutalmadık, bir yerden mal tuttukken süzecek olup tuttu az. İlacı barınca görsetemiz. Tereziga necha aytibsiz? Tereziga. Tereziga 65. 60'dan bulsa to'g'rilashadi axir, to'g'rimi? Savdo qilsa da mana qo'lni ushlab savdo qilsangiz, xudo qilsa 60'dan to'g'rilashadi ekan. Qiziqqanlar bo'lsa ko'raverasizlar. Telefon nomer qoldiramizmi, sotamizmi mana shu yerda? 77lik 370 86 83. Qiziqqanlar bo'lsa telefon qilaverasizlar mana aka. Uydan ham sotaveraman deydi. Yaxshi, savdonasizni bersin. Bu yerda bir semental gibrid tushibdi mana aka. Bu gibridga o'xshaydi-ku, bu menimcha gibrid. Ko'rishingiz mumkin. Zo'r. Ağa, kimdan ekan bu? Salomon, necha so'm aytib tursiz? 35 million so'm aytib turibdi. Savdosi bo'lib turibmi? Necha so'ralib turibdi ağa? 25-26 million so'm so'ralib turibdi ekan mana aka. Zo'r, baqsa bo'ladi o'maj ekan. Ko'rishingiz mumkin. Ana bu yerda bir o'gitchamiz bor ekan, zo'r. Bo'ylari baland. Bo'ylari 1.45 1.50 kelib qoladi buni. Arqa oyoqlarini ko'rsatamiz sizlarga. Jiyan bor, zo'r bog'ilgan ekan. Orqalari ham. Ağa necha so'm aytib tursiz? 55 million so'm aytib turibdi ekan. Bozor necha so'rayapti? Bozor so'rab turibdi deydi. Teraziga necha so'm aytib tursiz? 70 ming so'm teraziga aytib turibdi anaga. Qiziqqanlarga nomer qoldiramizmi yo sotilaman? Bozoringizni bersin. Ana bu yerda ham ajoyib bog'ilgan mejlar bor ekan. Ko'rishingiz mumkin. Jiyani vallahi zo'r bog'ilgan ekan lekin. Onun egasi yo'q o'xshaydi, egasi yo'q o'xshaydi hozir. Hop, egasi borlardan ko'rsatamiz. Mana bu ham zo'r bog'ilgan ekan. Ağa kimdan ekan bu? Buning ham egasi yo'q ekan. Ana bu yerda bir mesniy molimiz bor ekan. Ağa necha so'm aytib tursiz buni? 27 deyman. 27 million so'm aytib turibdi ekan. Bozor so'radimi? Necha so'rayapti? 22, 23. Ha 20 so'raganlar ham bor. Ana. Mol lekin zo'r narsa ekan. Ko'rishingiz mumkin. Orqa oyoqlarini ko'rsataman. Jiyanovar. Ha, qiziqqanlarga nomer qoldiramizmi yo sotilaman? Bozor? Ha. Qoldirib ketamizmi? Bo'ldi. Savdongizni bersin ağa. Jiyanovar ko'rinib turibdi, ko'rinib. Assalomu alaykum. Jallımısınız? Aması üstüme. Hem kasıptan var üzerinde aka. Necha so'm aytib tursiz? 25 million so'm. Bozor necha so'm so'rayapti? Bozor 20 million. Bozor 20 million so'mga so'rab turibdi aka. Ava. Like bosib. Ne deb bosamiz endi buni? Hay. Xorazm Chorva House kanalining ati aka. Bilasiz-ku, ko'rgan chiqarsiz. Zo'r. Nomer qoldirik, uydan sotilar. Shu yerdan sotilarmi? Yaxshi. Savdoningizni bersin. Ana shu molning egasi shu ana. Bu odam tanimaydigan odam bo'lmasa kerak mana, bozorda yuradi mana. Xorazm Chorva House. Nerede o? YouTube'da, Instagram'da. Instagram'da da var. Ha. Xorazm Chorva House.
Dostlar, şu bilan Ulkan Ugitçelerin videosunu yakunladık. Endi sizlarga yosh bag'laton o'jaklardan ko'rsatamiz. Videodan uzoqlashmay ko'ramiz. Kanalga yangi bo'lsangizlar, podpiska bo'lib qo'yinglar. Like bosib qo'llab-quvvatlab turinglar. Sizlar uchun yangilikdan to'xtamaymiz. Qaysi kanal? Xorazm Charvaxoz, assalomu alaykum. O'jaklar sizdan emasmi aka? Yo'q. Mana bu yerda o'jaklar bor ekan kichkinagina. 3-4 oylik o'xshaydi bular. Mana bu yerda bir qora, cho'rni piyostri bor ekan bunda. Mesni malga endi qora bo'lganga cho'rni piyostri deb atirmanda. Yana malning farqina bormaysan ekan deb kommentariyada so'gib tashamanglar. Usta qancha so'm aytib turibsiz? 20 million so'm aytib turibdi. Bozor so'radimi? Bozor har xil so'rab turibdi deydi. Usta satildimi, aldismi? Necha so'm bo'ldi? 13 million so'm bo'pti mana aka. Zo'r. Olgan qaram, satgan qaram, Xudoyim barakasini bersin. Mal tayyor bu eldilarına ha? Qancha so'm aytib turibsizlar? Assalomu alaykum. Avang moldi. Malni 15,5 so'rab turibdi, 18 lar. 18 million so'm aytilib turibdi ekan, 15,5 million so'm so'ralib turibdi ekan. Mana ajoyib zo'r bag'laton o'z ekan buni. Ko'rishingiz mumkin. Mana. Olgan odam gap topadi, sotgan odam maqtaydi. Bozor shunday-ku. Mana. Qancha so'm ekan bu? Necha so'm ekan? Assalomu alaykum. 24 million so'm ekan. Bozor so'radimi? 20 million so'mga so'ralib turibdi yana. Yaxshi savdangizni bersin ağa. Bu yerda bir mesni bor ekan. Janavar yemib turgan narsa o'xshaydi bu. Yaxshi bo'ylari uzun bo'yaj ekan. Ağa pulni aytib bering, necha so'm aytib turibsiz? 22 million so'm aytilib turibdi yani. Bag'laton o'zda ko'p tushib lekin do'stlar. 18ni ber deb. Stancha so'm aytib turibsiz? Assalomu alaykum. 19 million so'm aytilib turibdi ekan mana. Bozor so'radimi? Tuyoqlar ham ajoyib narsa ekan. 16,5 million so'mga so'ralib turibdi ekan. Turishini qaranglar buni. Pantera. 19. Usta siz necha so'm aytib turibsiz buni? Assalomu alaykum. Necha so'm aytib turibsiz? 18 million so'm aytilib turibdi ekan mana. Bozor so'radimi? Bozor azonda so'radi, 15'e bermadi. Azonda 15 million so'mga bermaydim dedi. Arqa oyoqlaridan ham tushirib ko'rsataman sizlarga hozir buni. Mal yaxshi narsa. Mana bu yerimiz savdosi bo'lib turibdi. Ko'rishlaringiz mumkin. Stancha so'm aytib turibsiz? Assalomu alaykum. 20 so'mdan tutma alaykum. 20 so'm deb turibdi ekan. Turkmeni. Turkmeni deydi. Bozor so'radimi? Bozor 17,5 so'radi. Uzunliklari uzun, zo'r ajoyib o'z ekan lekin. Mana. Uzurog'i bor. Satamanmi ketaman? Satamanı ketaman deydi. Ağa aldı. Ağallar dermanda, amağallar ermanda deydi o. Şunday deb turibdi ustam aka. Mana o'ynab turibdi janovar. Yaxshi ağa, savdangizni bersin. Sağ ol. Do'stim, necha so'm aytib turibsiz? Necha so'm? 18 deb aytibsiz aka. 18 million so'm aytilib turibdi ekan. Bozor necha qo'yyaptir? 15,5 so'radi. Bozor 15,5 million so'mga so'rab turibdi ekan. Bo'ylari uzun, bag'laton o'z ekan lekin. Yaxshi mana, ko'rishingiz mumkin. Hoppa. Yaxshi savdongni bersin. Usta ancha so'm aytib turibsiz buni? Assalomu alaykum. 20 million so'm ekan mana. 16 dan so'rab tutdilar. 16 dan so'rab turibdilar deydi. So'q bozor Bozor sovuq, haqiqat sovuq.
Özek zor ekanligin. Yüzünü verin. 20 so'm, 20 so'm. Verin. Ne ko'rishlaringiz mumkin do'stlar. Siz çözüm dedi. Sizden 20'den. Ha. Burası pazara çıkmayın. Yeb içende pisentliga beraman degan ekamiz. Pisentliga sataman dedi. Ana bu yerda mesni molimiz bor ekan. Necha so'm aytib tursa aka? 15 so'm. 15 million so'm aytib turibdi. Bozor so'radimi? Pazar 13,5 14 qo'y. Bozor 13,5 14 million so'm qo'yib turibdi deydi. Oho ho. Ildiraman deydi bu. 13,5 14 qo'yib turibdi ekan buni do'stlar mana aka. Lekin bag'latun zo'r vaz ekan mana. Baqsa orqalari aytib turibdi o'zi. Mana aka. Yaxshi ağa savdangizni bersin. Ana mol. Ana. Farishtali mol deydi aka ekan. Haqiqatdan ham bag'aton narsa. Yil yoshina to'lmagandi bu. Yoshina to'lmabdi yili. Bozorda mol ko'p do'stlar. Ustancha so'm aytib turibsiz. Assalomu alaykum. Neredasiz? 16 million so'm aytib turibdi ekan. Bozor so'radim men aka. 13'e so'rab turibdi deydim men. O'zak zo'r o'z ekanligim mana ko'rishlaringiz mumkin. Xorazm Charog'u House aka. Ha, Xorazm Charog'u House. Necha so'm aytib tursa aka? 17 so'm. 17 so'm aytib turibdi ekan mana. O'zini ham tushirib yuborma iyesini. Mana. Ana shunday. Ana. Aka bu videoning aybi yo'q. Yili yana 3-4 yilga ko'ra hamma narsa video bo'lib ketadi yili. Hech aybi yo'q. Hava. Birovlar yar mordamda tushirma deb turadi. Hava. Malın bahasını tuğla açık gerekti. Hava. Onun için adamlar kalkıtçılar körü oturardı bu. Zaten ama malı deydi pelenge zor attırdı. Hava. Sonra almağımızda 15'e zor attırdı deydi. Hava. Sizin bağlım dedi 15'e giderken 16'ya giderken dedi. Ha. Şunun için turumuz açık 13'e zor aldı mı 13 12'ye şutup açık gerekti. To'g'ri gapingiz aka. To'g'ri gap biz yak. Ko'pchilik bozorga solishtirib olib keladi deysiz-da, to'g'rimi? Hava. Bu körü oturan adam şuna karab var. Ha. Az buni bozor so'radim men aka. So'rab turibdi. Necha so'm so'radi? 14 200. 14 million 200 ga so'ralib turibdi yani. Yaxshi. Mana bu yerda yana bir qizili bor ekan bular, jibay. Eko o'xshaydi. Az buni ham ko'rsataman sizlarga. İkisi bir joyda shu. Eko bir ekan mana. Eko bir odamdan. Eko ham Bolaton o'z ekanligim mana. Zo'r, baqsa bo'ladi. Bergisi ham shu pulmi aka ya? Bari bir pul. Farq etami? Endi lekin molda farq bor ekandan lekin. Bergi boshqa narsa, bergi boshqa narsa. To'g'ri. Yoshilqonning moli qimmatroq bo'ladi deydi, yosh kichiniki arzonroq bo'ladi deydi akamiz ana. Yaxshi akalar, savdangizni bersin. Mana bu yerda qora o'jagimiz bor ekan. Odam zo'r o'z ekan mana. Ko'rishlaringiz mumkin. Necha so'm aytib tursa buni? 16 million so'm aytib turibdi ekan. O'jag ekan yili. Şimdi sağ. Yeb ichsina pisantliga sotaman deydi. Bozorcha qo'ydi ağa buni. 15 he? Bozor 15 million so'mga so'rab turibdi deydi. Bermadingizmi? Sel kami bormi deyman 15 dan? Ha, ana aka. Ananda bir 200-300 ming qo'ysa beraveraman 15 ga deydi men aka. Yaxshi ağa savdangizni bersin. Ana bu yerda ajoyib semental, jo'rni pyostri sementallar bor ekan mana. Ko'rishlaringiz mumkin. Zo'r vajlar ekan. Mana orqalari. Assalomu alaykum. Ağa kimdan ekan bu mollar? Hozir egasi yo'q o'xshaydi uni. Mana bu yerda sementalımızın savdosi bo'lib turibdi ekan mana. Ağa necha so'm aytdingiz ağa? Necha so'm aytdingiz? 37. Necha so'rab turibdi bozor aka? 32 33 zo'r o'z ekanligim bag'laton mana janovar.
Sementalni chistý o'zi ekan original. Mana shunda baylanib turganlar ham sizniki o'xshaydi ha? Ha, yana bor ekan. Ağa, uyda bo'lsa telefon nomer qoldiring. 94 dan 873 0193 ana. Telefon to'rasizlar, semental keraklar bo'lsa menaki. Ağa, chistý shu ezlardan bor deysiz uyda, to'g'rimi? Bor ekan yana. Izi tovlat deydi, dehqonchilik deydi yana. Qiziqqanlar bo'lsa yana telefon qilaverasizlar, telefon nomerini oldim. Do'stlar, shu bilan bugungi videomizni yakunlaymiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha kanalda qo'llab-quvvatlab turasizlar do'stlar. Xudo xolasa sizlar uchun eng zo'rlarni, eng zo'r yangiliklarni taqdim etishda davom etamiz do'stlar. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.